Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men Iftixor Abdurashid. Bugun seshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatında bo'lsin. Bu yil 10 yanvar Taylandda tutib turilayotgan 48 nafar Uyg'ur xalqaro jamiyat va kishilik huquq tashkilotlaridan Xitoy qaytarilish ehtimoli borligi haqida jiddiy yordam talab qilib, uchrayotgandan keyin Dünya Uyghur Qurultayı Tayland dairələrdən 11 ildən beri Taylandda tutub turilayotgan bu 48 nəfər Uyğurni Xitoy qaytarılışını toxtatışını tələb qilib bayonot e'lon qilgan edi. Bugun, ya'ni 14 yanvar kuni Dünya Uyghur Qurultayining raisi Turg'unjon Alovuddin apandim dunyoning har qaysi joylaridagi qurultay tarmoqidagi tashkilotlar, qurultay ishxonalari va har qaysi davlatlarda turayotgan Uyg'ur qarindoshlarimizni 17 yanvar juma kuni o'zdir turishliq davlatlardagi Tayland konsulxonasi oldida namoyish ilib berishga chaqiriq qilgan. Bu namoyishga chaqiriq qilishdagi asosli sabab va Taylanddagi Uyg'urlarning navbatdagi vaziyati haqida tafsiliy to'xtalgan Turg'unjon Alovuddin apandim mundaq dedi. Bir qancha kundan buyon Taylanddagi qarindoshlarimizning Xitoyga avatilish xavfi haqida nurg'un tirishchiliklar bo'ldi. Başta Dünya Qurultayı ve bütün Uyghur teşkilatları ve xalqaro teşkilatlar ve bazı demokratik devletlerinin elçixanalarının tirishchilik ko'rsatishi bilan Taylanddagi qarindoshlarımızın hozircha Xitoyga avatilish xavfi to'xtagan bo'lsa-mu, ammo ularning ömür boyu bu yerda turmada qolib qolishi, haqsiz yerga ömrünün u yerda isrof bo'lib ketishi albatta bu insoniy haq, huquqqa ve erkinlikka to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun biz o qarindoshlarımızning faqat Xitoyga avatilishini to'sib qilish bilan birga bularni qutqizish uchun harakat qilishimiz kerak. Bu hareketler elbette bo'yatadi. Ondan başka yana shularni qutqizish uchun Tayland elchixonalarining oldida şu aldığımız cuma günü namoyish qilish o'rinlashtirildi. Bütün devletlerde namoyish o'rinlashtirildi. Endi bu namoyishdagi asosli talabimiz shularni erkin devletlerge qo'yib berish. Tayland turmasidan ularni haqsiz yerga nahaq tutib turmaslik. Talablarimiz shu. İlgilenişçiyene bu çaqırıq avaz qoşqan Avrupanın hər qaysı joylaridagi Uyghur təşkilatları və siyasi fəaliyyətçilər bu haqda diplomatiya cəhətdən Avropa dövlətlərinin bu işə aralashishini qo'lga keltirish uchun jiddiy lobbichilik faoliyatlarini elib berayotgan bo'lib, ana shulardan biri Norvegiya Uyg'ur komiteti bo'lib, ushbu komitetning raisi Xalcha Mamtimin xonimning bildirishicha, u Norvegiyadagi Uyg'ur jamoatiga jiddiy chaqiriq qilish bilan birga 13 yanvar Norvegiya parlamenti kishilik huquq ishxonasi va tashqi ishlar ministrligi bilan ko'rishib, navbatda Taylandda tutib turilayotgan Uyg'urlar uchun jiddiy yordam qilishini talab qilgan. Biz kishilik huquq va fikr bayon qilish bo'limining mas'ullari va Sharq Osiyo siyosati mas'ullari bilan ko'rishib, Taylanddagi Xitoy qaytarilmoqchi bo'lgan Uyg'urlarning jiddiy ahvolda ekanligini, agar ular qaytarilsa, izdiraksiz yo'q bo'lgan, o'lim xavfiga duch kelganligini dedik. Bularmi bu ifodasini yaxshi bildirdi, ham Tayland elchixonasi bilan aloqa qilganligini, hozir shuni bildirib turdi, ham bu ishlarni nazarga olganligini dedi. Biz yana shundaqla Norvegiyadagi butun Uyg'ur jamoatini juma kuni o'tkazilgan Tayland elchixonasi oldidagi namoyishga o'zining Uyg'ur g'ururi, vijdoniy burchi bilan qatnashishga chaqiriq qilib namoyish uyushtirdik. BDT boshliq barliq xalqaro tashkilotlarga, kishilik huquq qurilishlarga va haqqoniyatni yoqlaydigan barliq insonlarga Taylanddagi Uyg'urlarning Xitoyga qat'iy qaytarilmasligi va bexatarlikka kapolatlik qilinish uchun jiddiy harakatga o'tish chaqiriq qilamiz deb aytilgan bo'lib, navbatda Yevropadagi Germaniya, Amerika, Angliya, Shvetsariya, Norvegiya, Turkiya, Shvetsiya, Kanada, Yaponiya va Avstraliya qatorliq davlatlarda bir vaqtda shu davlatlar turishliq Tayland elchixonalari oldida namoyish o'tkazilgan bo'lib, navbatda bu namoyishning tayyorligi jiddiy ilib berilmoqda. Amerika Davlat Majlisining ma'qullikni o'tkazishi va hamda 2024-yili 4-oyda Amerika prezidenti Joe Bidenning imzo qo'yishi bilan maxsus qonun ma'qullanib, Amerikaliklarning xususiy uchurlarining maxfiyatligi ve hem de devlet xavfsizligiga jiddiy tahdid deb qaralayotgan TikTok appini cheklash qaror qilingan edi. Mazkur qonunga asosan, agar TikTok 2025-yili 1-oyning 19-kuniga qadar o'zining Xitoydagi bosh shirkati bo'lgan ByteDance'dan ayrilib chiqmasa, u holda bu qonun shu kundan e'tiboran kuchga ega bo'lib, TikTok Amerikada qo'llanilishdan rasmiy cheklandi ekan.
TikTok şirketi bu qarorga e'tiroz bildirib, Amerika Federatsiya sotiga arz sungan va uning arzi Federatsiya sotida rad qilingan bo'lsa-mu, ammo TikTok davomli holda Amerika Oliy sotiga arz sungan. TikTok şirketi arzida Biden hukumatining TikTokni cheklash qonuni Amerikaning asos qonuniga xilof, bu appni cheklash Amerikaliklarning fikr erkinligini cheklaganlik bo'lib hisoblanadi degan munozirani olg'a surgan. 10 yanvar kuni Amerika Oliy sotida Amerika Adliya ministrligining advokatlari bilan TikTok shirkatining advokatlari orasidagi da'vo ko'rilgan bo'lib, da'vo jarayoni naq maydondan tarqatilgan. 3 soatga yaqin davom qilgan munozirning natijasi oldimiz kunlarda oydinlashadigan bo'lsa-mu, biroq nurg'un kuzatuvchilar Amerika Oliy sotchilarining mutlaq ko'pining TikTokni cheklash haqidagi qonunning davlat xavfsizligini chiqish qilganligi va uni Amerika asos qonuniga xilof emas deb qarayotganligini bildirib, bu qonunni davomli inovatga ega bo'lish mumkin degan farazni o'rtoqlashmoqda. Mazkur sot ichilayotganda qonunning ijro qilinishini qo'llaydigan nurg'unlagan qo'llovchilar Amerika Oliy soti oldida yig'ilib, axborot e'lon qilish va namoyish qatorli usullar orqali bu qonunni qo'g'digan va TikTokning cheklanishi lozimligini ta'kidlashgan. Bularning ichida Amerikadagi Uyg'ur harakaat tashkiloti bor bo'lib, bu tashkilotning boshlig'i va Dunyo Uyg'ur qurultiyi ijroiya komitetining raisi Roshan Abbas xonimning deyishicha, Uyg'ur harakaat tashkilotini o'z ichiga olgan 7 tashkilot Amerika Oliy sotiga TikTokni cheklash haqida material sungan. Roshan xonim so'zida TikTokning Xitoy hukumatining ta'sir ko'rsatish quroli va hamda Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini inkor qilish quroli sifatida Amerika jamoatiga hamda Amerikaning davlat xavfsizligiga tahdid paydo qilayotganligini bildirdi. Darvaqa fikr erkinligini o'ziga qalqon qilayotgan TikTok ilgari ko'p qatim Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi haqidagi videolarni TikTokdan o'chirayotganligi oshkorlangan edi. Buning eng yangi misoli o'tgan yili 10-oyda Istanbul universitetining o'quvchisi bo'lgan Nafisa O'g'izning Istanbul universitetida o'tkazilgan bir yig'inda Vatan partiyasining raisi Doğu Perinçek bilan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi va Xitoyning besim siyosati to'g'risida ilib borgan munozara videosining TikTok tarafidan o'chirilishi edi. Roshan Abbas xonim TikTokni cheklashning qandaqdir Amerikaliklarning fikr erkinligini cheklaganlik emas, balki Amerika davlat xavfsizligini qo'g'dashdan iborat ekanligini ta'kidladi. Mazkur sot boshlangan kuni bu qonun loyihasini sunuvchilarning biri bo'lgan sobiq Avam palata a'zosi va Avam palatasi Xitoy ishlari favqulodda komitetining sobiq raisi Mike Gallagher apandimmo Wall Street jurnalida maqola e'lon qilib, Amerika Oliy sotini mazkur qonunni saqlab qolishga chaqirgan. U maqolasida mundaq degan: TikTok uchun eng yaxshi chiqish yo'li o'zining bosh shirkatini almashtirishdan iborat. Bizning buningdagi maqsadimiz hargizmo Amerikaliklarning TikTok ishlatishini to'sish emas, balki ularning TikTokni bexatar ishlatishiga kafolatlik qilishdan iborat. 10 yanvar kundagi Oliy soti ilib berilgan da'vodimi Amerika Adliya ministrligining advokatlari TikTokning fikr erkinligi haqidagi munozirasini rad qilib, buning millionlagan Amerikaliklarning xusus uchuri va hamda Amerikaning davlat xavfsizligiga qartilgan tahdid bilan munosabatli ekanligini bildirdi. Ular munozirasida bu yerdagi masalaning TikTokni cheklash emas, faqat TikTokni Xitoy hukumatining bo'yin to'rqidan chiqishga qistashdan iborat ekanligini ta'kidladi. Xabarlardan ma'lum bo'lishicha, da'vo oldimizdagi kunlarda davomlashadigan bo'lib, 19 yanvar kunining yaqinlab qolganligini nazarda tutganda, Amerika Oliy soti bu vaqtdagi oxirgi qarorni qisqa vaqt ichida e'lon qilishi mumkin ekan. Hörmətli görürmənlər, yuqorida diqqətinizə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Kelər qıtımlıq sanımızgacha görüşkiç aman bolğaysızlar. Stansiyamızın YouTube kanalıga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.